bosh barmoq tepasiga, ko'rsatkich barmoq bu tarafiga, qolgan 3 tasi joqqa ketdi. Qo'lga tushgan birinchi shpris bilan u 2 lik bo'ladimi, 5 likmi, 20 likmi, 50 lik farqi yo'q. Bu yerda vaqt muhim birinchi. Bunaqa holat biz doktorimiz hayotimiz davomida bo'ladi bunaqa narsa. Banisamizda bo'lishi mumkin, ko'chada bo'lishi mumkin yoki skorida ishlasak, skorida albatta shunday holatga bo'lamiz. O'pka yurak reanimatsiyasi. Maqsad nima? O'lim ikki xil, klinik o'lim bor, biologik o'lim bor. Klinik o'limda hayot ko'rsatkichlari to'xtagan, lekin miya hali tirik, miya o'lmagan. Shu holatdan bemorni hayotga qaytarishga harakat qilamiz. 3 ta narsadan bemorni holatini baholayapmiz. Yurak uryapti, urmayapti, qo'limizdan bilyapmiz, pulsasidan bilyapmiz. Qulog'imizni burunga qo'yapmiz, nafas olyaptimi, olmayaptimi, shuni baholayapmiz. Keyin qorin, ko'krak ko'tarilyaptimi, ko'tarilmayaptimi, nafas olyaptimi, baholayapmiz. Qarayapmiz, hammasi nol. Yurak urmayapti, nafas olmayapti, ko'krak qavat ko'tarilmayapti. Uje bu degani o'pka yurak reanimatsiyasini boshlashimiz kerak. 30 marta yurak massaj qilinadi, 2 marta nafas beriladi. Tik chanoqlar bukilmagan holatda polni gavdangiz bilan og'irlikni shuni tashlaysiz. Tashlaganda mashinchalik yetmaydi bu narsa. Ko'krak qafasi 3 sm dan 5 sm gacha kirish kerak. Bunaqa figurasi egilish kerak. Ana shunda yurak ichidagi qon siqilib chiqib ketadi. Qo'yasiz, ko'krak qafasida o'z elastichligi xususiyat bor. Yana orqaga qaytsa, yurakga yana qon qaytadi. Barmoq, bosh barmoq tepasiga, ko'rsatkich barmoq bu tarafiga, qolgan 3 tasi joqqa ketdi. Shunlaring fiksatsiya bo'ldi shu holatda. Mana shu holatda qattiq bosganimizda keyin nafas ketadi. Yo'q, bu holatda umuman nafas o'pkaga ketmaydi. Yostiq olib tashlaymiz, boshni peshona orqaga qo'yamiz. Mana shu holatda nafas yo'li ochildi. Qo'lga tushgan birinchi shpris bilan u 2 lik bo'ladimi, 5 likmi, 20 likmi, 50 lik farqi yo'q. Bu yerda vaqt muhim birinchi o'rinda. Nima shpris tushib qo'lingizga oling, adrenalin 1 kubik tortasiz, atropin 1 kubik tortiladi, tomirga shuni jo'natiladi. Dori jo'natildi, 1 kubik adrenalin, 1 kubik atropin jo'natildi. 5 minut kutiladi. O'zgarish bo'lmadimi? 2 kubik adrenalin, 2 kubik atropin tomonga jo'natiladi. Kanda qarasangiz paxta spid yo'q, opchimansiz apteka birinchi darajada. Kerak emas. Paxta spidsiz shuni uraverasiz. Chunki birinchi o'rinda bu bemorning hayoti. 20 minutda hech qanaqa hayot ko'rsatkichlar qaytmadimi? Qorachiq refleksiya tekshirladi, bo'lmayaptimi? O'zi biologik o'lim deb tasdiqlanadi. Videolar bo'lsa hamdardlik bildiriladi, jog' baylanadi. Jog' bu yoqdan olib kelib turib, uni boshqa